بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية، يعني طلاقنك لفظلرنك صحيح وغنى كناية وغلرة دب أيرغنتو. شنو مناسبة إشكال مسألة؟ فيختلافهم في من قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة، إما سنتين وإما ثلاثة. ayolga talaq debdi, sen talaq debdi. Deb qo'ygandan keyin men mushu talaq degan so'zdan 2 yo 3 talaqni maqsad qilgan debdi. Bir talaqni maqsad qilgan desa, bir talaq bo'ldi shunami? Lekin 2 yo 3 degan taqdirda qanday bo'ladi desa, Imom Malik va manawa va qad lazimahu debdi. Necha niyat qilgan bo'lsa shu hisob şu talaq bo'lgan bo'ldi. Vaqat lazimahu degan bo'ldi. Shu gadinga shu hisob qilib ketdi. Yani talaq qilayotgan bo'ldi demoqchi. 2 3. Va bihi qala Shafi'i. Imom Shafi'i shu qarashda bo'ldi. Imom Ahmadning bir rivoyatda shu qarashda. İlla an yuqayyida فيقول طلقة واحدة. فقط لا عند إمام شافعي قرشلا اگر أنت طالق طلقة واحدة دبل بيكتقون بوسا بوشاودا 2 أفعالهم bir deb aniq deyotganlik. Unda degan taqdirda anti taliqun desa, bu chog'da 2 maqsad qilgandan 3 maqsad qilgandan desa bo'ladi. وهذا القول هو المختار عند أصحابه. مش قراش إمام شافعي مذهبدeki alimlardan to'g'rida qaralgan, tanlangan qarashgan. وأما أبو حنيفة فقال، إمام أبو حنيفة يعني إمام أحمد من روايته لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق. أنت طالق degan bu so'zlar san inib deganlikka 3 talaq tushmaydi dedi. Yani 3 talaqni niyat qilgandan desa tushmaydi. لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد. Çünkü bu talaq diye bir söz bir net sanını öz içine almaydı. İnip desek mi olmasa inip bunun 3 degan gap yok. Ya mançı degan gap yok. Kinayede yakmış 3'tin kinayeti desek mi onda digil olmaydı. Yani bu lafz onda kötürenmeydi. وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ المحتمل. مش مسألة ما بلان طلاق تاسين سببه طلاق كونه بكن شو نية الله مشي ورندو يا كي نية بوسا أن لفظ بوسا çıksa çıksa andın çendo. Yani ihtimalli qo'ygan bir lafz bilan niyat birlashsa andın çendo ya ki niyatla boz bo'laverando. Xuddi hozir ma'nosida lafz yo'qdek. 3 degan lafz yo'q-ku. Talaq degan bo'lsa 3 degan lafz yo'q, lekin niyat bor. Undan keyin biz yuqorida Zuhri bilan Ibn Sirinning tarjimasi. Ko'ngliga pusimi ig'zoki talaffuz qilmasa talaq tushidi degan qarashdi. Xuddi shularga o'xshash hozirmi 3 degan lafz bo'lmasimi talaq tushiramdi demoqchi. Tamam qala bin niyati avjaba talas. Mana niyat bilan tushirdi yani 3 degan sanni talaffuz qilmasimi shuni niyat qilgandim tushirdi dedi. Niyet şu hesap deganlar tushirdi dedi. Bu İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed'in bir rivayeti. Ve kezalika men qala bin niyeti vel lafzul muhtemel. Hem de niyet bilen hem ihtimallığa lafz bilen mi? Şudu deganlar yana taka ana lafzda talaq yahtamil adad. Yana bu talaq degan so'z ay 1 2 3 songa hammasiga uzun gap qilishi mumkin deb qaraganlar. 3 talaq 3 talaq 2 narsa qilgandan 2 tushirdi deb. ومن رأى أنه لا يحتمل العدد عند أبو حنيفة الإمام أحمد بالرواية bu talaq degan so'z 3 degan ya 2 degan bundan da ehtimollik yo'q. Yana niyat bilan billa talaq degan so'zni qilgan chaqda so'z yani talaq qilgan chaqda niyat bilan so'z birlashishi kerak. Ikkisi birli bo'lsa undan tushdi. Hozir talaq degan so'z bor, lekin manchi degan so'z yo'q. Undan keyin bu manchi degani hisob emas, bir talaq shudo. لا يجب العدد وإن نواه منه.
men niyetimni uchni qilgandim desam, bir taloq rajiy taloqdan biri shudir. Va hadil masala ixtilofu fiha. Yo'q, mush masalada bunda ixtilof bo'ldi. Lekin bu masala taloqning lafzlarining shartiga chetishlik masalasining biri edi. Ya'ni niyat bilan lafz shart bo'lamdi, bo'lmamdi. Yoki ikkisining birisi bo'lsa ham taloq tushiramdi deganga munosabat masala. Kal mashhur an Malik anna talaq la yaqa illa bil lafz wa niyat. Niyat bilan tushamdi yoki niyat bilan lafz bilan tushamdi degan bu masalada Imom Malikning mashhur kelgan qarash, taloq degan shu lafzning ba, niyatning ba bo'lsa undan tushdi. Biz yuqorida İmam Zuhri bilan Ibn Musayyibning qarashiga muqobil qarashda jumhur shu lafz va niyat bo'lishi kerak dedi. Niyat bilan tushmadi dedi. Lekin bu lafz va niyat hamda lafz bilan ba niyat bo'lmasa olsa sarihlikqa tushdi dedi. Ve bihi qala Abu Hanife. Abu Hanife mu mushtarashda dedi. Yani la yaqa'u illa bil lafz va niyat degan qarash. Ve qad ruwiya anhu yani anil İmam Malik bu gazir meşhur va andın gayri meşhur va. Gayri meşhur rivayette ennehu yaqa'u bil lafz duna niyat. Niyat bo'lmasa mu lafz bo'lsa tushirdi degan. Ruwiya Malik mi? روي عنه دغنا عن مالك في قول مقابل المشهور وعند الشافعي أن لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية. İmam Şafii ile İmam Ahmed'in nazarında talak diyen söz niyetke muhtaç olmaz. Yani niyet bulmuşsa yakav bil lafz vahdehu demek şart. Çünkü ilk olan ki. فمن اكتفى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Niyetle misal şu boslam kifaya dese aşağı diske asasını turdu dedi. İnnemel a'malu bin niyat. Lekin bu niyat buluş için onda bir amal buluş kerakdir. Talab qilishdak, onda bir so'zni deyishdak bir amal buluş kerak. Amal bo'lmay ko'ngildan bundan qo'ysa bo'lmaydi. Va man lam ya'tabar an-niyata dun Allah. Yani lafz bo'lmasa niyat bu yolg'izdan bunday hisob bo'lmaydi degan qarash ham Abu Hanife bilan Malik. Yani bil lafz va niyat ikkisini satdilar. Endi İmam Ahmed Şafii'nin shunda bo'ldi. Chunki ular lafzga qarata ochiq taloq degan chog'da niyat kerak emas, lekin ochiq bo'lmagan taqdirda niyat kerak degan. Ularning jumhur yani. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. Demek bu hadisga asoslanib turib, maqsad qilmay, og'zini dafsag'an narsalar bu hisob bo'lmaydi dedi. Nima? Demak, niyatning bo'lishi kerak dedi. Lekin xatolikda unutilib qolib, bunda bir narsani dafsarlashganda bu chog'da niyat yo'q bo'lgan bo'ldi. Va ma haddathat bihi anfusaha. Demak, bu shu hadis hozir hadisning lafzini birlashtirib o'tgan. Va bularda ikki hadis iborat. Rufi'an ummati al-khata va nisyan va mastukrihu alayhi degan bir hadis. وحديث حسن عندنا إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ديا ومتفق عليه حديث وفقال عند إشكال اسم بجداشتر التغايسلرين بعض مزمون درقتن قملق لهم رواية كلها مثلا belki bir şeyde keyin mahrum kılıngan turazi kitabında mesela terişler ya onun işkelisine oturuşta fasıl olmasa ayırmayla bejashtirib olmasın mümkün. Çünkü yani bizge bunda qaramoqqa bir hadisda ko'rinib qoldi hozir. Amaliyotda ishkadiz. Yoki hamda o'sha talibningmi bunda hadislarni burun yodlab bo'lib, undan maktabga tushgan deb qaraz qilg'ashqa, bu hadisni unda ovoz bilan o'qisa ayrı bo'ldi o'zi ishkadizlik. Birini o'qib bir to'xtatdi, ana birini o'qisa ishkadizlikni biladi. Undan keyin bu talibmi ikkisini ayriya oladi deb bezetiyorki. Masalan, rufi'an ummati al-khata va nisyan va ma haddathat bihi anfusaha bil qadsa shunday demak. Lekin ma'lumotning lafzidan agar ikkisini birlashtirib o'tgan bo'lsa, to'liqroq rivoyat esa undan joiz chiqdi. Innalloh tajavaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha. Endi vovni mishada ma'lumotning sirtidagi va mahadis degandagi vovda muallif o'zi chizib qo'ygan vov desak balki to'g'ri chiqadi. Ani qisqartib rivoyat qilib, mana qisqartib rivoyat ikkisini birlashtirib atib qo'ydi. bu haqqini yetmas kerak. Haqda peygamber belki de. Demece benim hadisim sahih. İgese sahih olması Hasan. Rafa'nın ümmeti. Ravahım Bukhari Müslim'de bu kim gerisi? Rafa'nın ümmeti mi? Bu Bukhari Müslim'de mi? Ravahım Bukhari ve Müslim. ما حدث بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به رواية var. Bazısını ayırıp demedim yani. Ama esma hal şahit mühim ya o. Yani sen ağzında çıkarmadan iken tonlunda onda kep koygan, uylugan ya tonun kep koygan nemine disap konmadı Allah Teala keşirletti deyince. Bağın ki sen ağzında çıkarmasan
O quruq niyat bilan hisob bo'lmaydi. Demak, mayabizlikni nima bahs qilamiz? Tanqid taliq deydi. Shunga qo'pib, men 2 ni yo 3 ni yo 1 niyat qilgandim. Ashundan da kelib chiqib, 3 ni 2 ni degan niyat qilish qilmas. Gap chiqib hozir nimaga o'tganda xuddi taloq degan so'zni niyat qilmay ko'ngilda taloq qildim deb bunda ko'ngilga kelib turibdi. Yoki niyat qilib turibdi. Lekin taqa demabdi uni. Taloqcham tushmandi degandek ma'nosiga yetkazib ketadi. Şerçler İmam Şafii rahimahullah baş ibadetinden niyetler rükündür. İnnemel amal binniyat hadisinde. Niyade yap. Tuhmet var mı ya da? Niyade umdame. Tuhmet var. Mesela talak da inek yerde kılıp talakı daha kılan sözünü kılıp yapman uçağı niyet kılmağantın talak ne dese bu esli talakını niyet kılgan. Keyin g'achchida ziyon tortgan bo'lg'achqa bizning manfaatini ko'zlab yolg'on aytgan degandek bir tuhmat bo'lg'achqa unda degan bo'lsa. Va niyatu duna qawlin hadis nafsin. Mana va niyat duna qawlin hadis nafs degani vajhil istidlal, hadisdan vajhil istidlal. Erizda demasdan ko'ngilda niyat qilish degan nima? Hadis nafs. Ma haddasa bihi anfusaha degan shu. Ko'ngilga bunday keltirgan narsa. Demak u hisob bo'lmaydi demakchi. Erizda demagan ekan, ko'ngil keltirsa hisob bo'lmaydi. قال وليس يلزم من اشتراط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها إنما الأعمال بالنيات مشاهدة أمل قيغان چاغدا نيت شرط كده شنو إنما الأعمال بالنيات يعني شو نيت بولسا نيسا قıldı. Bunda şart qilishdan niyatni o'zi kifoya deganga chiqmaydi. Amal bo'lsa ondan chiqadi degan. Amal bo'lsa unda amalga qarta ondan bo'ldi degan. Ko'ngilga qo'ysang ham hisob deganga chiqmaydi. Ya'ni mushuma hozir vajil istillar. Yoki innamal a'malu binniyat deganlar qarta raddiya. Bu innamal a'malu binniyat debsiz. Bu shunda dalil keltiribsiz. Lekin bu yerda shu amal bo'lsa, endi niyat bilan bo'ldi. Lekin niyat bilan xuddi amal vujud chiqqanmaydi degan gap ma'lum. Amalni qilsangiz, undan bu ishingiz qabululash bo'lmaslik, to'g'rilash bo'lmaslik niyatingiz bo'ladi. Ammo ko'ngilingizga tiqib qo'yish bilan u amalni qilib qo'ygan bo'lmaysiz. Shu ta'tilib namoz o'qisangiz, undan amal vujud chiqadi. Lekin namoz o'qiyda ko'nglingizni niyat qilib qo'ysangiz, namoz o'qamay qolamsiz. Yo'q. Davomkeyin taloq nima ko'nglingni tutib qo'ysang, taloq demasang, taloq qilgan bo'lmaysan. Mesela amalni qilib niyatni qilsa, bu hisob bo'lmaydi. Yo'q ekan. U hisob qilinmaydi. Chunki nimal amal bin niyat. Lekin Imom Shafii rahimahulloh davomli niyat lazım bir qanday lazım degan. Bu ay taloq qilganda yaqin niyatimizni taloq qilgan, taloq qilgan. Taloq bo'ladi. Sarih bo'lib qolsa, bu sarih bo'lib qolsa, u niyat kerak emas, endi ittifoqsiz. Ammo muhtamildagi gap ma'lum. Qitlab muhtamilda. Sarih bo'lib ihtimolli yo'q bo'lib qolsa ittifoqni. Anti taliqun talqa wahida desa sarih bo'ldi, shunmi? Bu bir taraf tushirganligida hisobligi men niyat qilmagan desa uni tushirdi bu. Yaqa yuqorida deb o'tib ketdi. اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق الصنفان ده والصريح ديان شير دو ده يقرده. وانا ما جدا المشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية. وهي قال أبو حنيفة. إذا الطلاق هذا فقط يجزي صريح وقال التاء والنية وما وقت ثاني بالجزء. تمام. بالنسبة للألفاظ الكناية شو bu sarihga nisbatan emas bu. Sarih nisbatan da lafzdan bo'lsa tushirdi. Kinoyani oldi dishak mashhur. Zaten enti taliq desa, taloq tushirganligida ittifoq niyat qilmabdi, men niyatim yo'q deb turasiz olmaydi unga. Lekin yerda enti taliq degan so'zni qilib, keyindan buni 3 vaqtda qilgandan, 20 vaqtda qilgandan deganda menda gapdan masala. واختلف المذهب كالمذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض مثلا نكاح قلب بالبوغان برأيالنا طلقته أنت طالق درت يعني كم بندان ده bu talaqni raj'i damdoq bain damdoq men bain bo'lishni maqsad qilgandim desa qanday bo'ladi bu istilofga yani
bir talaq qilibdi. Talaq qilib, men mushuni bayin talaq maqsad qildim. Uzr kisil ajab ketadi talaq qilgan. Bayin degani o'sha yerda baynona so'g'ra. Shunda deb turibdi. Bunda unda qullarga o'xshash to'yliqni qaytirib olgan bir ahvol yo'q ekan. Unda ahvolda ixtilof bor. Faqila yaqa'u, ya'ni yaqa'u al-bayin va qila la yaqa'u. Bayin talaq tushmaydi. Odatda normal talaqning misolida tushadi uni. Lekin bayin tushmaslisi bo'lish kerak. Zaqadan zarakatini shu bayin. إذا قصد الزوج أن هذا الطلاق باين يكون داش باين طلاق قدم دبته يا غادي طلاق دبته دبته كان وباين باين بولت زادن لكن باين دميان من باين يرتيغان تم دبته واسا دماس يندا باين شدو باين شميدو ديرتو وهذه المسألة هي من مسائل أحكام الصريح الفاظ الطلاق demak bu masalalar talaq lafzlarining sarih lari shuningga qarta ahkamlarga chetishlik masalasi. Çünkü hozir talaq degan so'zni aniq qildi-ku, lekin bir talaq dedimi, uch talaq dedimi, uch talaq dedimi yoki bain maqsad qildimi, rasmiy maqsad qildimi, buni masalasi olgan. Demak talaq degan so'z aniq bo'ladi. Shu yuqorqi masalamiz esa talaq degan so'zni aniq degan vaqtga bo'lgan ahvollarga chetishlar. Wa amma alfaz at-talaq allati laysat bisarih hamda aniq bo'lmagan talaq lafzlariga kelsak, فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك. Bu sözler ciqim, nurgul söz var. Belki biz anlap bakmayan sözlerimi bunun için çıkıp görüşü mümkün. Her bir millette özünün 20-30 sözü vardır. Bunun içinden de iniq kinaya olan ibarelin var idi. İmam Malik aşında taksim kıldıkken. Kinaya zahira da taksim. Minha maya kinaya muhtemelen. Ya acirak ihtimalli kala kinaya da ikinci gayride. Yani bunun ki birer mana küçük olan kinaya ihtimalli olan kinaya da ikinci gayride. ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبل. Yani bu kuşluk aciz diyendikken talak diyen ki kuşluk talak kılmadan kinaya olup varsa ya ben bunu talak niyet kılmadan da maksat kılmadan da bazı kabul kılmayımız. Çünkü huddu kinaya zahir hazır sarihne orunda okşar. İlla en tekuna hunaka qarinatun tadullu ala dalik. Fakat ben dünyada şu talak sözünü diyen çağda talaklı maksat kılmaganlıkla dalak kılgan bir ahval bulup kalsa mesela ağancığı bağlanıp kalgan bir ayarlı olan bolsan ayarlı. Vay beni işinden sahası oldunuz da koyulmazsan. Ente sarah mesela. Ente sarahun o ente mutlaka diyendek andaketini kıldı. Atlak tükir diyendek ha. Bundan sonra kıysa bir adam da ente sarah diyen söz sağlamdan bunu kuşlukta taraf manista. Lekin ameli ahval karşı bu ağamçıdan işi koyuvetkenlikine köz tuğan diken ben taraf niyet kılmağa ve ağamçıdan koyuvetkenlikinden okuyantın da karşı makul diyor. İmam Malik'in karşı. Ve kezalike la yuqbalu indehu ma yedda'ihi min duni thalas fil kinayat az-zahira. Yani İmam Malik nazarda kinaya zahira ne ağızda depti. Lekin üçten tüvenli maksat kılgantın deptir varsa. Mesela İmam Malik nazarda sarrah tükiye mesela. Ente haliyya, ente elbette diyenler sözler aslında kinaya zahira desek. Az sözünü kıysak, kinantın, yakman bir talaklam kılgantın deptir varsa unmaydı ki. Ya üç talak oldu demek çıkın. وَذَلِكَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا. Bu anda toy kılıp, uygu yütkep, ekkitip, birli boğan ayallığa qarta şu. Lekin, tekrar duhlu kımığa ayallığa qarta, unda emas. İlla yekune qâle dâlike fil khula. Lekin, khul'a vâkâlikede diyen bolsa, bu çağda andın bir talak maksat kılgantın dese kubul kılışımız mümkündür. Başka halda o kinaya zahira ağzında deptirip, bir talak kılgantın dese kubul kılmaydı. Çünkü bunun için ise kinayenin sözleri bu. Üzül gitsin zaten acayip ketkenliğini bildiren sözler bu. Kuda aşı maksat kılınıp değildiğin sözler. Daha önce kuda talakının ki bir talak diyenden bu kuşluk var. Çünkü enik sözden da kinayeye kuşlukta şuhasız bu aşkta kuşlarla yaki bütünley ayrılıp girdiğin adajda olan talakını dalat kıldığın söz meşik. Lianna talak gayrel madhul biha bayin. Çünkü bu tekrar belli olmağa ayağını talaktan zaten baymana kötüden. Onundan başkaları kinayet zahire noktada bir talak kıttın, iki talak kıttın, racayı talak kıttın sen unmayınmaz. Ve hâzihiye mislu kavlihim
habluki ala gharibik. Mesela bu kinaya zahira degeni qanday so'zlar desa, habluki ala gharibik. Yani xuddi bir buni uloqqa o'xshatib atmaslar. Uloqning chulurdan do'q, bu chuluringiz sizning muringizda. Şunu tashlab, xuddi otning chulurini tashlab qo'yib bersa, qolgancha erkin ma'lum bo'lgan. Aslida shunga o'xshash, uloqqa o'xshash erkin demoqchi ekan. Chulurni men tutolmadim. Siz nima ketavergan erkindan degandek bo'ldi. Bu da ilhaqi bi ahlik deydi. Atanızdan uyguran yok al dediğimiz. Bunda gaplarmi? Aslında kinaya daira. Bu mesela elbette. Siz mesela elbette. Ente elbette de koyunuz. Siz üzülü siz acayip ketken diyemem. Nikahda ajrıgan mı? Başkıdan mı ise nikahda ajrıgan diyen ma'na zahirmiş onlar. Mesela kavliyim ente haliyetun ve bariye. Ente haliyet degen mi? Siz hazır yerimiz yok mu da boş. Yani tul yaki boytak ayaldak diyen ma'na. Beriye degeni yani xuddi adajdalar üzülüp ketgan ayol, üzlashgan ayol degandek. Mushlarmi sevda kinoya zohirining lafzlari. Kinoya bitsa ashu ayt qo'yilmoqda yeriga ololmaydi. Bu qancha yandira olmaydi. Rajayda qancha yandira olmaydi. Chunki ma'no mazmunlar hammasi nima? Üzülüp ketsin, erdan ajrab ketsin bildirgan bo'lgan ekan, bir taloq rajay degan, rajay bir taloqdan kuchliq مدخول بها نجيب غير مدخول بها وقاسا وزاد باين ومدخول لمان كان إذا تشمل كرجة ما برتاح تسجاد باين وكيت قايتا نقوم مخصوص غش قايتهم أكلم ما يدو فقط لام ينادن نكاح ينادن طول قرب الله ذاته. وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة يقرأ إمام مالك نينكه من كنايات الظاهرة ديك خرشته. يعني إمام الشافعي نمسك كنايات الظاهرة ديك خرشه فإنه يرجع في ذلك إلى ما نوى. Niyetiga qaraymiz edi. Niyatni hisoblaymiz edi. Hamda Imom Shafi'ninki mushkillar zohiradagi mazhabi qaysi? Fa innahu yarji'u fi dalika ila ma nawahu. Ay niyatiga qaraymiz debdi. Kanka nawa talaqan kana talaqan. Alima ava mancha uncha deganmi? Taloq niyat qildimi, qilmadimi deganmi? Niyatiga qaraymiz. Taloq niyat qildimi, qildim desa, aysa taloq qildi. Endi nechini qildim, qanday qildim deganmi? Yana niyatini so'raymiz. وإن كان نوى ثلاثا كان ثلاثا أو واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك. نتن يتقدم طلق يتقدم قمدم لكن هم سجدا 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 شلمز. وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي. إمام أبو حنيفة إمام شافعي بالله إلا أنه إذا نوى على أصله واحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة باينة. إلا أنه إذا نوى على أصله إمام أبو حنيفة عنده القاعدة سواكن ده. إلا أنه على أصله واحدة. إذا نوى على أصله واحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة باينة. إمام أبو حنيفة وزبر أساس سيغم بالقاعدة سواكن دكتور بريا اشتركت بنيت قاسا باين طلقتم برشدوري. وإن اقترنت به قرينة تدل على الطلاق وزعم أنه لم ينميه لم يصدق. أمد بالقرين واكن bu talaqni niyat qilgan degan bir qarin واكن. Qarin ba'droq bu yo'q men talaqni niyat qilmagandim deb turibsa, ishonmaymiz unga. Demak Abu Hanifa bilan Shafi'ning farqi. Biz qarinini asos qilamiz. Ani mutaham deb qaraymiz. Bu manfaat uchun yolg'on aytib men niyat qilmagan deb turgan bu. Maddi istiqrar. وذلك إذا كان عنده في مذاكرته الطلاق. demak bu qarinni nima desa talaq masalasini jiddalashayotgan chog'da nazarni qilib men taloqni niyat qilmagandim deb tursa ya niyat qilgandim deydi. Ana o'yi bor edi. Ayna deb qolsa amaliy isbot hisoblanib ahvol shu so'zilgan sharoitning ahvoli amaliy isbotlab ya taloqni maqsad qilgandim bunda deb turamiz. Lekin bu ko'p so'zni bilan bu qarinaga tayanmaymiz deb. Va Abu Hanifa يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربعة. يعني قرينة بلبقاسة تلقلن كتته لكن ما تسوزا تلقلن كتميدون حبلك على غاربك واعتدي واستبرئي وتقنعي لأنها عنده من المحتملة غير الظاهر. ما هو ده سن احتمال لك أجزاء قوغان unda zahir bo'lmagan kinoyalik ekan. Yani talaq degan mazmun ma'noda ajraq deydi. Bundan ama qarinani hisob qilmay, ashuni niyatining bo'lsa, nim degan bo'lsa, mening niyatim mandat etsa gapi ishimiz deydi. Va amma alfazut talaq muhtamila g'ayru zahira. Demak, yuqori qilsa, zahir bo'lgan, yani talaq ma'nosi zahirrak bo'lgan kinoya so'zlarda imomlarning qarshini bayon qildik. Hozir hamda talaq degan ma'nosi
se kuchli ko'nmagan azroq ehtimollik bo'lgan lafzda qaysi فعند مالك أنه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة إمام مالك yuqoridagi masalada imom Shafiy mesela kinoya zohirada niyatga qaraymiz deganda imom Malik ma'nosida buni niyatga qaraymiz yani bir daraja tushdi va xalafahu fi dalil jumhur ulama va imom Malikka qarata jumhur ulama boshqacha fikr bo'lib nima laysa fiha shay bunda hech nima bo'lmaydi niyatga qaramaymiz hech gap emas bu hatta talaq niyat qilsa talaq emas va inna talaqan فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال Dağınlıken, birinci türlüken, kinaye zahirada, kulası desek, 3 xil qarash meydana çıkıdı. Qavlun en yusaddaka bi itlaq. Yani Ebu Hanife'ninki, bizning aslında bir qaidasi var ekan da. Bu qaidasida bir talaq ve iki talaqla niyat qilib bu çağda bain talaqdan birisi tushidi degan bir qaidasi var. Yani bu kinaye hazır bir talaq degan taqdirda bain chiqib ketadi. كذا بعدين برس شو ده غن قاعد صاير. إمام مالك رحمه الله الطلاق الظاهرة ده حبلك على غالبك البتة أنت خليجة ديننا هم مثلا كناية قبل تزاق مثلا. كناية ولا كناية بعمل. شو كناية إشداد biz sarihni o'taqildi. Kinoyani ikkiga ayirgan. Kinoya zohira, kinoya g'ayri zohira. Imom Malik ash so'zni kinoya zohira dedi ekan. Unda bu zohirlik yo'q bu yerda bu. Yo zohira. Onda zohir bo'ldi. Bu ayol kishi ulamamizda habluka ala g'arbuni og'am so'rama. Shu nimani maqsadida o'sha taloq maqsadidan so'zi. Taloqda unda 75% aslında talaqni ko'rsatgan so'zi. Hozir masala Imom Malik kinoya zohir deganda Imom Abu Hanifa zohir emas deb. Demak zohirga chizish ya ajizroq ehtimollik kinoya chizishda ixtilof bor. Lekin Imom Malikqa nima uchun o kinoya zohir qatori chizilgan ma'noda e'tiroz bildiryaptilar. Nasıl shu? Muhtemelaga qolgan anda uningdan to'ng edi. Uningga yetib kelmaydigan so'z bu. Buni misolni beribman. Kitobni aslida bilish kerak. Yapasana birat onu. Hurra, vahida. Şu aynı gibi. Vahide. Anner tuğan diyende ki, o grubu diyende aslında yaptı ki, kina gayri zahira. İstediriyle. İstediriye. İstediriyen ve İstediriye diyen, da erkekizden diyende ki. Şu an Şafii bu zahir gayri yapıyor. Hem okşaş kinayını oldu. Hem okşaş kanun. Uğursuz var mı da zahir, gayri zahir dediğin ihtimalı bazı sözde. Bu da yüzden falanın kolu kan diyenler topladı. Sekir diyende zahirrak bu. Adetten de bir adamın kolunun kan olduğunu mutlaka kolu sıkışkan çağda, nasip kılışımız mümkün. Normalde falanın kolu kan da koysa, o kolunun azanın kanlıkını bildirmeydi. Köpüğün 80% sekirlikinden kolu uçuk, Aslan, pul xayzab turdigan mertkin bildirdi. Bunda olgimiz talaq so'zlarida aslında ehtimollikli bor. Ba'zi qaraganda jamliq aziz bo'ladi. Uyg'ur tilida ashunda qo'yib berganligiga bakrak dalolat qilgandim. Unda ancha dalolat qilmaydiganni biz shu Uyg'ur tilini bilan tadqiq qilish orqali Uyg'urning jamiyatini, urf-odatlarini nima qilish orqali undan ayirishimiz. Bundan da bir qoida bo'lsa hammaga hisob bo'lgan qoida yo'q. Har birisini oldima o'tirib bunda mulohaza kerak. Mesela İmam Ebu Hanife matodunu ayrı tutmasın. İmam Ebu Hanife'nin mazhabı şuna ki belki Kufa şehirlerde işte belki para koyuş mümkün. Medine olan Kufa'nın nasıl okşaşmayla koyuş mümkün. Bu örf israf. Örf adat, halkının şiltişimizke bağlı. Ve zahire var, gayri zahire var. Hem de alfaz talaqın muhtemelen gayri zahire. Sen ver mesela. Sen işke degende, nerto degende sözünde gayri zahir de türlerden yani. فعند ذلك أنه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة. الكناية الظاهرة ده إمام شافعي bunu niyeti qaraymiz, talaq qildimiz talaq qilmadimiz talaq emas, birini qildimiz bir, ikkini qildimiz ikki degandi. İmam Malik kinaya gayri zahirada, yani muhtemilada İmam Şafii'nin az yuqori qarashini tutibdi. Endi mushqarashini tutdim mana. Abiya bunu yaqt etdim. Ma'nosini kelgancha haklısının mushqarashini muvaffaq degandek. Ve khalafahu fi zalika jumhurul ulama faqalu laysa fiha shay. Bu ehtimollikunda aziz bo'lgan ekan, hech kim bo'lmaydi buningda deb. Ve inna va talaqni niyat qilsinmi? Endi maga tuyda. Kina g'ayri doiraninki ishiki qarashlarni bayon qilib qo'ygan bo'ldi. Jumhurlar Imom Malik bilan bor.
Endi kinayat-ı zahirada bayan kılıp ötkenliğini xulas etsek, şu qarash chiqdi deydi. Birinci, zat aşadan nima maqsad qilgandim desa, shu ishini yurimiz degan qarash, bu Shafi'ning qarashi. Va qawli innahu la yusaddaq bi itlaq illa yakun huna qarina. Qarina olib qolsa, endi ishimiz bo'lmasa ishonmaymiz degan qarashi Imom Malikning. Va qawli innahu yusaddaq illa yakuna fi muzakarati talaq va qawli Abi Hanifa. Yani talash tartishida bo'layotgan jidal majral bo'layotgan ahvolda degan bo'lsa, endi ishonmaymiz deydi. Bo'lmasa ishini yurimiz. Siz talaq qilmoqchikansiz deydi. Ammo talaq uchun jidallashayotgan vaqtda shunday deb kinaylarni, men talaq maqsad qilmagandim ishonmaymiz deydi. Va fil mazhabi xilafun fi masaila yataraddadu hamluha bayna az-zahir wal muhtamil. Maliki mazhabining o'zida mana qanday iboralarni zohir daris kirgizmiz, qaysini muhtamalga chigizmiz degan masalani jiq qarashlar var. Endi boshqa mazhabda albatta bor. Mana va bayna quvvatiha va da'fa fi dalala ala sifatul baynunati. Zilkisiz ajrashqa dalolat qilishi ba'zi kuchli, ba'zi ojiz dalolat jabti. Tavaqa fi al-ikhtilaf. Şuna küçük aciz olan iken bayin olamdı, bulmamdı, zahirimiz diyen talaşlar kelip çıktı. Ve ya racatun ilahedil usul, bir adamız kaysı lafzına zahir kinaya, kaysı muhtemel kinaya, kaysı bayin olap gitti diyenlik talaşlar neye göre takıldı. Bu sözüne kaysı daireki çivizmez gibi verip takıldı. Ve innema sara malikun ilahennahu la yuqbalu qavluhu fil kinayeti zahira innehu lem yurid bihi talakan. Yani İmam Malik demek için kinaya zahirada ben talaqni maqsad qilmagandim desa, unmay turamiz dedi, qabul qilmaymiz dedi. Li'anna al-urf al-lughawi va ash-shar'i shahidun alayh. Chunki lug'at tarafdagi urf-odatlarimiz, shar'iy urf-odatmi buni qarshi vojib bo'la oladi dedi. Chunki kinoya zohira bo'lgan ekan, lug'at tarafdan va zohirligi ig'rosiz nima? Bu bir şeriatda bu kinoya zohira odatda ko'pincha ahvolda ig'rosigan tarafi maqsadlangan bo'g'achqa shunda deymizdir. وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالبا والمراد بها الطلاق. Şun bu talaq niyet qilmadim desa unmay tura olmas. Chunki ko'pincha ahvolda kishilar talaq qilgan chog'da bunda so'zni ishlatadi. Ya'ni buningda bu so'zni qilsa odatda talaq maqsad qilinib aytiladi bu so'zlar. Illa yakun uni qarina tadullu ala xilafidalik. Faqat lam maqsad qilmaganligiga dalolat qilgan boshqa bir isbot bo'lib qolsa, xuddi og'amsiz ishlatgan narsani siz qo'yib berildingiz yo eshitildingiz degandek so'zni ishlatgan bo'lib qolsa, o'shada bu maqsad qilmoqda deymiz. Lekin unda bu ahvolda talaq maqsad qilib deymiz. Şu talaq maqsad qilmagandim desa olmaymiz. Va innama sara ila annahu la yuqbalu qawluhu fima yad'ihi duna salas. Yani nima uchun kuchdan tuvan talaqni maqsad qilgandim, bir talaq maqsad qilgandim, ikki talaq maqsad qilgandim desa olmaymiz. Imom Malik shunday degan. Kinoya zohirani aytib, men buni bir talaq maqsad qilgandim desa olmaymiz degan. Ikki maqsad qilgandim desa olmaymiz. Uch talaq bo'lgan bo'ldi degan. Tamam. Nima uchun? Lianna zahir min hadhihi al-alfaz huwa al-baynuna. Çünkü mush so'zlarning ma'nosi nimani bildirdi? Uzil kesil adajida davlat ketishni, ajrab ketishni bildirgan so'z. Wal baynunatu la taqa illa khul'an indahu fil mashhur aw thalathan. Baynuna degan Imom Malik nazarida qanday ahvollar bo'ldi? Uch talaq bo'lgan chog'da, ularga talaq bo'ldi desak, uch talaq bilan gapiramiz deydi. Yoki xul bo'lgan chog'da baynuna bo'lib ketadi. Va idza lam taqa khul'an, endi bu yerda xul holati bo'lmagan ekan, chunki bu yerda badalni qaytarib olish bir ish bo'lmadi. To'liq qaytarib olgan ish bo'lmagan ekan, xul bo'lmadimi? Undan ekan, uch talaq bilan baynuna bo'lib ketgan bo'ldi deymiz. Va zalika fil madkhul yani. Bu agar to'y qilib birli bo'lib qolgan ayollik gap. Agar to'y qilib birli bo'lmagan ayol bo'lib qolsa, shu bir talaq bilan baynuna bo'lib ketadi deyishimiz mumkin. Va yatakarraju ala al-qawl fil madhhab, yatakarraj degan gapda Xudodan bir mazhabning bir mas'ullik so'zni naqisarayda qilib turib, ma'no o'xshab ketganda mas'ulda manda deganda bular. Shuningga qaraganda ma mas'uldami manda deyish kerak deb o'zimiz biz qiyos qilganimiz. Albatta ma mas'ulda mazhabningki ayrim gapi yo'q, gap qilmoqchi ular. Lekin oyatda deganiga qaraganda, yerda manda deyish kerak deb mushi yakunimiz hozir tahrij deymiz. Demak, mazhabning ahvoliga qarab biz yakunlaydigan bo'lsak, manda mazmun chiqadi deydi. Bi'annal ba'ina taqa'u min dun 'iwad. Bayin degan badalsiz holatda shudo va sansiz shudo dunadi. An yusaddaqa fi zalika va takunu wahida bayna. Boshqa masala qiyos qilib turib desak, qanday ahvol chiqdi? Bir talaq qildim, sinmi ma'qul deyishimiz.
ikki taraf qilgandim siz ma'qullanishimiz deb endi bunda bain tarafdan birisi shudir deb manda hukm qilishimiz kerak. Maliki mazhabning shunga o'xshagan boshqa masalalarda tutgan yo'li shunda mazmunga yaqin kelib qolgan. Lekin men nega kelgan chog'da nima turoldi? Bir taloq va ikki taloq qilgandim siz ishonmaymiz unga. Uch taloq qilamapmiz. Ya boshqa masalalarda bir taloq bayin oldu deganda gap qilgan edi. وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق. İmam Şafii'nin bunda delil var. Ay sarih talak olan çağda, yani enti talikun talakan dedi. Yani enti talikun talaka vahide degende. Bunun hiç ihtimallik yok, yine kamlı. İcma degene muşula, üzere ispatlaşkanlarının icmaı. Ala ennehu yukbalu kavluhu fima dune telas fi sarih alfazı talak. Mesela bir talak kıldığım sizine diyen bolsa, bu inan. Ama bir talak qilganlikqa isatmışı deyimiz degende ispat yo'q deydi. Yani barliq olimlar shuni isbotli deydi ijmo. Kana ahra an yuqbala qawluhu fi kinayatihi. Endi sarihada bosh odamning so'zini hisob qilgan yo'q deydi. Bir talaq deganda bir talaq degan. Tamam, bir talaq degandan demasmi? Bir talaq qildim degan so'zni shuni hisob qilgan yo'q. Demak, shuning so'zi shumi? Bosh odamning og'zidan chiqqan so'zni hisob qilgan yo'q. Endi ma'nosida bir mujmal gapdan bir qildi. Ulab anını izahlab turibdi. Men buni ma'ni maqsad qilgandim desa, bu so'zni uchun hisob qilmaymiz. Ma bakrak tahi hisob qilish, chunki texmo bu albatta maqsadini aniqlab turgan o'zining izohati bo'ldi. Maqsadning nima shunda deyilsak, ha, o'zining gapini haqiqiy uqtirmoqchi shunda. Odatga shu bir qilgan so'zni hisob qildi. Endi bu yerda buni men ma'ni maqsad qilgandimda maqsadni aniq bunda aytsa, kimning uchun hisob qilmaymiz deb. لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية. Çünkü sarihninki akvatı. Tamam. Kinayenin sel boştu. Lakin kim bu? Kinayedinkinin sarih niyetine iniq beppadi. Demek adir ayada sarihtin bir sıvattı kullanıldı. Ya sarihtin bir sıvat hem de onun kardeşlik kinayesinde. Çıksa olan kim bunun için kullanılmaz. Aslında mani kullanılmasının takımı bekrek layıkta değil. Kinaya bu. Ha, teylikten insan. Kinaya adette sarihtin kuşluk. Niyeti qaraymiz dinga bu boshqa. Lekin niyetida ma'qul taraf qilganlar niyatlazi bu kuchliq bu. Odatda sizlar unda gapni ehtimolli yapti gap qilganlari bu qattiq kuchli tegadigan gap. Bak Qashqarda shunda chiqib tekadigan gapni qildi-ku. Ha, shu kuchli gap. Ha, udur qilgan gapdan jarliq gap bor. İmam Şafii'nin kustosida Ya shu niyetini so'raymiz İmam Şafii. Niyet qilgan bo'lsa, unda kuchli gap bor. Niyet qilmadim desa, ishim emas. Kinoyani niyet qildim, zulmni niyet qildim desa, İmam Malik rahimahulloh yo'q, kinoy degan zalimi kinoy degan zat buni sen birini niyet qilsanmi, bayin deb anladimda. Lekin İmam Şafii rahimahulloh yerda kinoyda niyetida men birini qilgandim desa, biz birga hisoblaymiz. Shu İmam Şafii çünkü niyetlik bilan qaraymiz deb turgan bo'lg'achqa. Lekin niyetidami bayin qildimsa, bayin tushdi dedi. Tushsa tushdi dedi. İmam Şafii'nin tutgan yo'li boshqa buningdir. Lekin boshqaning cho'g'i agar kinoya bo'lib qolsa, niyet qilgan bo'lib qolsa, bu bakrak kuchliq ma'qul. Odatda so'zning kuchliq. Mesela talaq deganda yo'qol degan so'z tushib bo'lganda. ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ الطلاق وإن كان صريحا في الطلاق أن مالكي مذهبهم دابر نمقلاتهم مالكي مذهبهم بلكي من دابر نمقلان بولش ممكن ده bunun bahane izleyende ya delil izleyende. İnne lafzat talak ve inkan sarihan fi talak. Talak diyen söz, talak kılış işini zaten sarih boğusu mu? Lekin sancatın inikamazsın, sarih emez. Bir ya iki rengi unmayınız mı? Üç diyen kafirimiz bana yaptırıyor. ومن الحجة للشافعي حديث ركانة المتقدم. ركانة حديث يقولوا تبغوا. أظن قندق من غوا. وأبو داود شافعي رواية كلام حديثlar. Oradan da iştirak kıldım. Da niyetizin sorarız. Sorarsan bir tarafın masraf kılantım şunda. Mesela Allahi ma'ratillah vahidas. Allahi ma'ratillah vahid. Birini niyet qilganligingda Allohdan qasam qilasansiz, Allohdan qasam. Birini niyet qilganingda unda qaytirag'in dedi. Demak, sarih nimagami niyetidan so'radi. Mana kuchlilar. Yani Şafii'nin. Davoni kim? Talaq qildim desa,
bir talaq niyat qilganimiz gibi hesap, ikki talaq niyat qilganimiz gibi, uchinchi talaq niyat qilganimiz gibi hesap deydi İmam Şafii. Ve huve mezheb Ömer fi hablike ala garibik. Ömer radhiyallahu anhu bu hablike ala garibik degan so'zga qarata ashunda qarab ketdi. Yani bir talaq niyat qilganimiz bir talaq. Talaq niyat qilmaganimiz talaq emas. Ama uchinchi qilganimiz şuludur demek. وإنما صار الشافعي إلى أن الطلاق في الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعيا لحديث ركان المتقدم. ركان رضي الله عنه أشو حديث أساسن ترى إمام الشافعي كنايات الظاهرة من برن قيغانت مقصد bir talaq dedisimi, iki talaq dedisimi, özünge bir hesap diyen karşısına aldı dedi. Hazır bu imamın hamısının o da asaslanılan delillerini birbirine bayan qilib qo'yadi. Ma imam ma'lum asosan mundazdi. Ma imam madalga asosan mundazdi. deb keldi. وصار أبو حنيفة إلى أنه يكون بائنا لأنه المقصود به قطع العصمة. نوچن أبو حنيفة بائن ولا كتب دبترولده كناية الظاهرة. لأنه المقصود به قطع العصمة. أش إمام مالك diyendek. Çünkü bunun maksat diyen İmam Malik. لأن الظاهر من هذا الألفاظ هو البينونة diyen. Yani kim? Dışarıda mı? Üzül kesil adacı davalaş maksat kılınan sözler bu. Şu üzül kesil adacı davalan çağda andın aşında erkutulluk yokup gittikti şimdi ama İmam Malik'le okşaş kemanı. Bunun için bayan diyetmez ise bu zaten erkutulluk münasının üzül tılgan mezmunu dalavatkan sözünü boğaçta aşında denmez. Velem mecalu telaten hem de İmam Malik'e okşaş müşterak kılıvatmıdır. Bayan diyişten var bu bayan. Lakin üşemez bu. Hayır nekâla bahse Allah'laydı. لأن ثلاث معنى زائد على البينونة. Çünkü beynune diyen bir mezmun isek, bu üç diyen bunun üstüne koşumcu bir mezmun. Lakin biz akıllen onu tutturmaz, bunu artık diretmeyiz dedi. Bu şey İmam Ebu Hanife'nin kadar normal durumdu ha. Ama İmam Şafii'ninki tanınan delili kuşlu. Resulullah kaçan kuldu düşman. Allah imaretle vahide de. Sahabe kinayeden diye. Bu hadisden rivayeti de bazı tallaka zevcete telaten dutmunda rivayet kılırlar. Bu tabi doğru rivayet emez. Asıl doğrusu tallakaha elbette. Rukana ayağına elbette de talak der. Bu bette diyen sözde yeni bir rivayet kılan sahabe bette diyen şu adet üç talak bulduğu da mezmun tarafta rivayet kılan tallakaha telaten dutmunda. Şunlar anladım. Resulullah bu bette diyen sözüne kinayadır. Kinaya olan iken sen bunun neçin niyet kıygan tanesi bir niyet kıygan iken Allah olan kasam kıpradansı bir niyet kıygan Allah olan kasam kılmaz. Bunlar tamam ise bir soru kayıtıp ekergen dedi. Ve İmam Şafii'nin bir cihetten imtihanı kuşlu. Mağazisinin derecesi mi? Hadisun Hasan. Ebu Davud rivayet kılıyor. İlahi şimdi her kişinin şu niyetine bağlı desek bulduk yani. Ya ki akıl vesiye apırımız desek bulduk. Niyette vahide mi? Allah ma aratta illa wahida. Ebu Davud'un Müslim bu tarafa gelir mi? Ebu Davud'da enne Rukana ibn Abdi Yazid'e طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. ما ينبر الله دينا ينبر رواية كنبه أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت؟ قال واحدة. قال الله قال هو على ما أردت. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثا. طلق امرأته ثلاثا diye rivayet kararında elbette diye ma rivayet seyre. Çünkü manın ravileri şu işindeki işlerki. Ama başkalar sırt ki. Onun da elbette diyende üç tarafta da düşünüp şu mezmun boyunca rivayet kuvvetken. فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية؟ Mesela muşi lafızda adette köpünçü bunda talaq bayını maksat kıldığan yoki uch talaqni maksat kıldığan bunda bir örf bo'lib qolsa bu niyatini a'lo bilamdiq buni mushohadatimizda yoki niyatni a'lo bilamdiq va ida g'allabna urfalloh lafzni ishlatish urf odatini mush hisob deb qaraylar dedi.
Fa'al yaqtadil baynuna faqat aw al-adad. Ba'ilan deytamız yo'q yoki manchir deyishimiz kerakmi? Faman qaddama niyya lam yaqdi alayhi bi'urfil lab. Niyatlam asas turadiganlar ularni ishlatgan chaqda odatda kishilar maqsad qilganini hisob qilmoqda. Ya'ni shu so'zlar qanday ahvolda ishlatildi deb urf odatni hisob qilmay, ash kishining niyatiga ham qaraymiz deb. Man qaddama al-urf az-zahira lam yaltafit ilanni. Yo'q bu odatda bunday narsa ishlatib mana deganlar, ya'ni baynunani bildirgan so'z bu odatda bizning urfimizda desa, niyat bilan qaraymiz. Raja qildimiz so'ng bayin deyitimiz dedi. Wa mimma ikhtalafa fihi as-sadr al-awwal wa fuqaha al-amsar min hadha al-bab. Endi yuqorqi masala tugadi. Mushu munosabatlik, mushu babga chetishlik masalalardan dastlabki davr fuqahalari va undan keyingi barliq shaharlardagi mujtahid olimlar ixtilof qilgan masalalarning biri, ya'ni shu yuqorqi babning ichiga kiradigan masalalarning jinsidan bo'lgan masala lafz tahrim, anti alayya harom deganda endi so'zlar. Sen menga harom, degandan tortsan menga harom deganda, Uyg'urcha. Mush so'zmamda ashni kinoya sarih deganda bundan nimaga chetishlik bo'ldi. Yani men qala li zawjatihi anti alayya haramun, yani mesela anti alayya haram deb ayolga. Bu nima talashtashi? Va zalika anna Malikan qal. Imom Malik dedi qal yuhmalu fil madkhul biha ala al-batt. Ay salat. Billa bulab bo'lgan ayolga qarta ashna desa, 3 talaq deb hukm qilamiz. Yani bu bat degan gap 3 talaq deganlik deb ma'ni beramiz demakchi. G'ayril madkhul biha bulab qolsa nikah qilib taqim bilinmagan ayolni anta taliq albatta degan bo'lsa, ya'ni anta alayya haram degan bo'lsa, bu chaq niyatiga qarashlaydi deydi. Va zalika ala qiyas qawli mutaqaddim fil kinayat az-zahira. Kinayat az-zahirada Imom Malik mush tariqa o'xshash gap qilgandir deydi. Kinayat az-zahirada madkhul biha g'ayr madkhul biha deb ayirgan. Shuningga o'xshash bu yerda shunda xil gap qildi. Madkhul biha olib qolsa 3 talaq qo'yib ketgan bo'ldi deydi. Ama g'ayr madkhul biha olib qolsa niyatiga qarashlar. Va huwa qawl ibn Abi Layla va Zayd ibn Sabit va Ali min as-sahaba. Sahabildan Zayd bilan Alining andan mamujtahid olimlardan ibn Abi Laylaning qarashi ekanmish. Va bihi qala ashabuhu. Ashabi kim? Ashab Malik illa ibn al-Majishun. Faqatlam ibn al-Majishun kim degan to'q? Abdul Malik ibn al-Majishun. فإنه قال لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلاثا. لو لبقى القرطاش أنت عليه حرام نساء نيتي قرب الطامن اشتلقوا بكتودو دبترول. فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. يعني مش إمام مالك نعذر أذن وشاهد ابن مشام سوزن جرب أكاسك هو مش مسألة برقراش. كنت قراش أنه إنما بذلك ثلاثا فهي ثلاث وإنما واحدة فهي واحدة بائنة. Demek niyeti qaraymiz. Bir talaq niyet qilgan bo'lsa, rajay talaqdan bir niyet qilgan bo'lsa, rajay talaqdan bir tushdi. Bain talaqdan bir niyet qilganmiz, bain talaq tushdi. Taqiya va inna va yaminan fa va yaminun yukaffiruha. Agar yo'q, buningdan men qasam maqsad qilgandim, qasam qilmoqchi edim desa, kaffarat bervasi bo'ldi. Mesela shunda degan bir chiqavishma deb aytasiz. Maashimda qilmoq bo'lsa, xuddi bu xuddi nimaga asosida يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لو كان ويا الله حلالت بكا الله حرام ديان كان حرم ما أحل الله له لو كان سن كفارة بالبسام قلت بن يمين ده بيسوي ماز إذن günahkar olkunda fazla haram bu. Şu kafaret nümesin kilo daha şu günah bu Allah. Kafaret ya aş günahını jüytüzanmaz. Bu yemin talakın aynısı kırılmış. Da talakla münasebesiz aldım. Ente Allah'a haramsa Allah Teala halal kılga yaptı bu. Tezavvüztüke ala kitabillah da halal olan ko bununla. Nikah kılgan çaldı. Halal olan nasin bu haram kıldı. Haram kılgan diken kad faradallahu lekum tahillata imanikum diyen boyunca Resulullah'ın şu kafaret adı o. Sen bu kafaret versen işte gider. Yani Allah halal kılganını haram kılıyorsan günah. Yeminle niyet kılsa demek bu yemin maksat kıysa uçakta kafaret vermezse kasem kafaretı bagen bulduğu dedi. Ve in lem yenvi bihi talaqan ve la yeminen feleyse bir şeyin ve yekidbe. Bu talaqın niyet kılmagan, kasemini niyet kılmagan, bunda bir gepti bu dese ağzını çıkan bir yelkenin bu. Nölge tenki. Bunu da İmam İbn Teymiye'm de kasem de durulsun. Yani o yekidbe yine aslı bunun galatı o.
haqiqat nima halaldi. Bu haram haqiqatga zid ve yolg'on gapni qilgandek ahvol bo'ldi. Va qala bi hada al-qawl at-Thawri. Nima Thawrining qarashishi ekan. Ta'sir olmadimi? Hech qanday ta'sir yo'q. Yolg'on gap qilganlar gunohi bo'ladimi bunga? Wal qawl ath-thalith annahu yakunu aydan ma nawa biha. Bu uchinchi qarashma shunga yaqinkan. Nima niyatgan bo'lsa shu bo'ldi. Va inna wahida fa wahida aw thalathan fa thalath. Va in lam yanwi shay'an, hech nima niyat qilmasa, bayatın kezbe degan to. Hech nima niyat qilmasa, andim yerda qasam bo'ldi deb nima qarash. Va hadal qawl qalahu al-Awza'i. Ham to'rtinchi qarash an yanwiya fiha fil mawdu'ayn fi iradati at-talaq va fi adadi. Talaqni niyat qildim, qilmadim deganda niyatga qaraymiz. Birini, ikkini, uchni niyat qilgandim deganda niyatga qaraymiz degan qarash dedi. An yanwiya degani ay niyatga qaraymiz demakchi. Fama nawa kana ma nawa. فإن نوى واحدة كان رجعيا وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة. طلاق ما يلام حرام قلبتشنا. طلاق سز حرام قلبتشنا مقصد قيسا. Bu çağda qasam boludu. Eğer unda bulmağa ahvalda aşını mı niyet qilsa şunu qaraymiz. Sanjaatdan talaq qilgan qilmaganlik jihatdan niyet qaraymiz. Bu İmam Şafii'nin qarshi. 5-chi qarash annahu yanwi aydan fi talaq va fil adad. Yani talaqdimi manchi talaq degan sanjatdimi niyatiga qaraymiz. Agar bir talaq deb qolsa bayn bo'ladi, talaq niyat qilmagan bo'lsa qasam bo'ladi. Va huwa mulin. Bu ila qiyguchi bo'ladi dedi. 4 oyga qadar yaqin kelmaslikka qasam qilgandek. Yani vallahi la aqrabuki deganda qasam qilsa ila o'ltiga 4 oy ichida bir taraf bo'ldi. Shunga o'xshash gap. Antalay harom degani xuddi men sizga yaqin kelmayman deb bosh yaqin kelishni rad qilgandek. Fa innal kadhiba falaysa bi shay. Yolg'on gapirishni maqsad qilgan bo'lsa bu bir yolg'on gap. Va hadal qawl qalahu Abu Hanifa va ashabuhu. Yani bu Abu Hanifa'nın qarşı. Vel qawlu sadis innaha yaminun yukaffiruha ma yukaffirul yamin. Mulin degani ilova aşkı. Şu ila qiyguchi ala yuli mulin. 6-cı qarash bu kaffarat birvasi bo'lgan qasam debdi. Illa ana ba'da haula qala yaminun mughallada. Endi yamin deganlar o'zaro qanday darajadagi yamin degani ixtiloflashib, ba'zi buni ig'ri qasam debdi. مغلظ وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من التابعين. وقال ابن عباس رضي الله عنه وقد سئل عنها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خرجه البخاري ومسلم. Muşunda diyen bir vakalikte İbn Abbas radıyallahu anh'ın soruluptu. Bunun hükmü neyse? Sizlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yaxşı bir güvataydı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qanday qilgan kafarat berretken mesela olganda sen kafarat berersen mesela oldu demek. Ya eyyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwaj vallahu gafurur rahim qad faradallahu lakum tahlat aymanikum. Muş ayetni dalil qilmak istedi. Ha? ذهب للاحتجاج بقوله هنا مش آياتنا دلقل كوزتات. والقول السابع أن تحريم المرأة كتحريم الماء. Yettinci qarash ayol kishini haram deyilishgan odat su boshqa kazan haram deyilishga o'xshash. وليس فيه كفارة ولا طلاق. Bunun kaffara birishim ketmaydi, taloq degan gapim ketmaydi. Odat kimda? Ma havo haram, ya su haram yoki omad haram degandek bir gap bor. Degan da şu Resulullah'ın vakaligida ayette şuna bulduğu bu bakarışka alette reddiye olalı. Yani onda keparet mi yok da Resulullah keparet vardı o. Bu karaş mesruk'nın karşı iken. Bunu dedi la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Bu ayetinde yani haram kılınmalar. Peki haram kılınmalar dediler. Kılınağın takdirden bulduğum ayette قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ده. داون كم هو بك عاجز قراش. وهو قول مسروق ابن الأجدع. مسروق أيغنى مثلا كده. وهو بمسكرة. çünkü أجدع ديان دادستان اسمه. مسروق ابن الأجدع. Bu anda tabiilardan birisi mesruq degan. Nima uchun mesruq desak, kichik vaqtida bu o'g'ilib ketib, keyin tepilib ketgan. O'g'ilib ketgan. Ism qo'yishdan ilgari o'g'ilib ketib, tug'ilib qo'yishlar. Hozir doktorxonada o'g'ilib ketgandek, haqiqiy ilgari ism qo'yishdan ilgari o'g'ilib ketib, keyin tepilgan ekan, mesruq deb atalib ketgan. Hozir xuddaligi juma kuni tug'ilgan bo'lsa, juma kuni deb Ramazon tug'ilganda Ramazon deb ism qo'yayotgandek. Demak bu Masruq ibn al-Ajda. Balki to'g'risi ham da shu Masruq ibn al-Ajdaning qarashi degan bo'lishi mumkin. Masruqning va Ajdaning, Masruqning va dadisining qarashi. Ajda balki sahoba bo'lishi mumkin. Va Abi Salamata ibn Abdurrahman. Bu Abdurrahman ibn Avfning o'g'li Abu Salam, tabi'i. Va Sha'bi, Sha'bi bu tabi'i.
Yani Amr ibn Şarahil Eş-Şa'bi. Şahbil mi? Şarahil go'de. Şarahbil de rasmın bazı ma Şarahil ve gayrihim demek Masruq ibn al-Ajda'nın, Ebu Salama'nın, Şa'bi'nin ve onun başka fuqahanın karşı ekan. Ve men qala fiha innaha gayr mughallada, ba'duhum awjaba fiha al-wajibat ad-dahar. Mughallad emasdan, çünkü kaparat türü yengil ve ağır var. Edem öttegeninin kaparatı var. Zaharının var. Ramazanda rozunu buzvetkeninin var. Adeti maaşını kılmayman da qasam kılıştın var. Yengil ve ağırlar var. Yani mana gayr mughallada digelinin içidim mi? Zaharının kaparat kıldı digel var. Yani mughallad emas da turup zaharının kaparatını var geldi. Sen şahreyn mutatabi'an ma? Ve ba'duhum awjab fiha itq raqaba. Bazılar itq raqaba da turuptu. Yani gayr mughallad digelinin içidim. Mughallad emas olsun mu? Bu anda alayda kanda yamarak yapken. Ve sebebul ihtilaf hal huwa yeminun aw kinaya. Biyalik talaştat sebebi ente alayda haram digen bu söz. Bu qasam mı, kinaya mı? Xuddi masalan, vallahi men sizdan bilolmayman degandek bir so'z mazmun bo'lib qolib qasamdek bo'ldim. Qasam ichdim, sen bilan birga bo'lmayman degandek. Undan keyin bu qasam darisini o'chirdi, ila darisini o'chirib qoladi. Yo'q, qasamning sharti tepilsan, sen ya shu mazmuni, qasam mazmuni bormi demakchi. Biz yemin degan endi ta'kidlab keskin gap qilganligini bildirdik-ku. Qasam degan. Ben müşahedem da yakın kelmenin zaten degan sözünü anday qattiq ifodalangan dari kiramda o'ylaydi. Kinoya bo'lib qolsa ehtimollik bor. Ya kinoya emas, yemin emas, boshqa yolg'on gap yoki og'izdan chiqqan bir yelmi. Hadi usul ma yaqa min al-ikhtilaf fi alfaz at-talaq. Bu talaq lafzlarida bo'lgan ixtiloflarningki asos cho'ng masalalarmi shu. Bu kitobdan da cho'ng masalalarni, qoida subtinagan masalalarni bahs qilgan bo'lg'atsa الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة. طلاق لفظlarına mutlaq muqayyada ikkiga ayirgan to'q. Mavazir muqayyad talaq. Siz bir talaq degandek. Yoki bundan nima qilsangiz, endi bunda talaq degandek. Va talaq muqayyad la yaxlu min qismayn. Bu ikki qismdan xoli bo'lmaydi. Talaq muqayyad. Imma taqyid ishtirat, bir shartni qo'yib turib, shartga bog'lab turib, uni talaq qilish yoki istisnoga chetib turib talaq qilish. Bu da misollar keladi. والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار. Endi shartga chetib qo'ygan talaq degan ya shunda bir insonning ixtiyorligiga, ya'ni irodasi va bir narsaninki o'zining xohishiga chetib qo'yishdan xoli bo'lmaydi. Yoki kelajakda bir ishning bo'lishiga chetib qo'yishdan xoli bo'lmaydi. Yoki noma'lum bir narsaning yo'qligida iniqilmagan narsaning vujudga chiqishiga chetishdan xoli bo'lmaydi deydi. Mesela bir meşiyeti mallahu ihtiyar degeni atam xalab qalsa siz talaq dedim. Atasının ixtiyorligi var. Ama atam xalab qalsa siz talaq degandek. Yoki iza sha'alloh debdi. Alloh taoloning irodasi bo'lganiki Alloh xalab qalsa degandek. Bu endi Alloh xalab qalsa inshaalloh, maşallah deganda bu so'z istinodari chirib qolgan jihatdan bo'lmayini qo'yib tursak, adama insonlardan birini qilsak, ya mening boshlig'im xalab qalsa siz talaq emas. Ya dadam xalab qalsa siz talaq degandek ta'liq qo'ydi. Ya chetib qo'ydi. Yani başka bir adamning irodasiga, xohishiga bog'lab qo'ydi. Minal af'al mustaqbala degani tijoratimiz jan tasib qolsam sen talaq degandek masalan. Har xilanda gamni qilgan odam bormi jamiyatda? Aw bi khuruj shay'in majhul al-ilm ila al-wujud. Mesela boyaqlikqa taqib bizga aniqolmagan, anda bir narsani dunyoga barliq kelishi, shuni chetib qo'ysan. Masalan, sen tug'ib qolsang talaq deding. Bola yo'qdi-ku, bu bola o'tirib chiqib qolishiga bog'lab qo'ydi. Ya kız tug'ib qolsang talaq dedi. Mimma la yatawassal ila ilmi illa ba'da khuruji ila al-his. Mesela tug'ishni qildik, tug'ishni tug'ib bo'lgandan keyin andin ayon bo'lgan. Bizning otanda hozir o'g'il qizligini deb bermagan ekan, bechot tekshirib, shu tug'ilgan chaqda qizga o'g'il kim deb bilamiz-ku. Shunga o'xshaydi. Qiz tug'sang talaq degan bo'lsa, qiz tug'ilgan chaqda andin uftirib qizlik. Shunda noma'lum bo'lgan ishga chetib qo'yash. Aw ila al-wujud, ila al-his degani biz ashunda ko'rib, tuydigan holatga kelgandan keyin yoki ilal vujud degan barliq kelishi yo'q narsa paydo bo'lganda aw bima la sabila ila al-wuquf alayhi mimma huwa mumkinun an yakuna aw la yakun yoki endi bo'lami bo'lmasmi bu aniqilmagan bo'lash bo'lmaslik ehtimolligi bor endi bir narsaga chetib qo'yish chunki kelajakda endi bo'lishi mumkin bo'lmasligi mumkin masalan ikki ko'riya urushib qolsa degandek urushib qolishi mumkin urushmasligi mumkin
Buni hozir sen bilinmaysan. Zaman la sabilla ma'rifati. Demak, mushu anda ma birinchi qismi. İştirak bo'lgan chaqda bu munda ahvollardan xoli emas. Amma ta'liqut talaq bil mashiyan bir-birlab nimqisa. Masalan, birisininki xolishiga chetib qo'ydi. Fa inna la yaqulu an yu'alliqahu bi mashiatillah aw bi mashiati makhluq. Ya Allohning xolishiga chetib qo'ydi. Ya maxluqning, ya xoliqning, ya maxluqning xolishiga chetib qo'yishdan xoli emas bu. Çünkü dünyadaki hamma narsa ikkidan xoli emas. Fa idza allaqahu bi mashiatillahi anda Allah'ın xolishiga chetib turadi. Va sawan allaqa ala jihat shart holatida chetib qo'ysin. Mesela ente taliqun inşaallah degan in aziz şartı yazdı. Ev ala cihet istisna. Mesela yaqul ente taliqun illa inşaallah. Bu istihaleti Allah xalaq qasa talaq emas, bu siz talaq degandek. Demek muşunda çetiş olab qalsa fa inna malikan qala la yu'athar. Yani muş istisnadır. Ya Allah Taala'nın meşiyetiga chetib qo'yish, uni hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. So'zi esa bularda demak. Uni bekor qilib o'tmaydi dedi. Yani talaq bularda dedi. İmam Malik bilan İmam Ahmad bilan. Yani la yu'athir al-istisna fi at-talaq shay'an. Demak mush istisnadir. İlla inşaallah degan gap xuddi yo'qdek. Anta talaq degan gap hisoblaydi. Va huwa waqi'un va la buddan. U tushmay qolmaydi. Va qala Abu Hanifa va Shafi'i. Endi Abu Hanifa bilan Shafi'i ikkalan Abu Hanifa'ning mazhabida ozroq tafsilot bo'lsa-ham asas yaqinkan. İza istasna al-mutalliqu bi mashi'atillohi lam yaqa at-talaq illa inşaallah deb qalsa talaq tushmaydi dedi. Nezirga o'xshatgan narsa. Ya qaziramda illa inşaallah Allah xolisa dedi-ku. Allah xolisa talaq emas, bu talaq degandek qoldi. Yani Allah'ın xolimaganligini biz nereden bilamiz? Ya xoliganligini nereden bilamiz? Vahiy kalamda kelmaydi. Demek mechul narsaga qo'ygandek bo'ldi dedi. Va sababul xilaf hal yata'allaqu al-istithna'u bil af'al al-hadirah al-waqi'ah kata'alluqihi bil af'al al-mustaqbalah aw la yata'allaq. Ya talashdan sababi istisna degan hozirgi masalalarga qarta chetishlik bo'lganda kelajakda bo'ladigan narsa qartami chetishlik bo'lamdi o'xshash. Va zalika anna talaq huwa fi'lun hadir. Talaq degan uni hozirgi bir ish. Hozir qilayotgan ish bu talaq. Lekin kelajakdagi bir narsani o'qib qo'ysa, hozirgi ish bilan kelajakdagi ish qismini chetib qo'ygandek bo'ldi. Faman qala la ta'allaqu bihi. Undan bu hozirgi ishga chetilibdi, istisna kelajakka chetilmaydi desa, la yu'assiru istisna. Bu istisnaning ta'siri yo'q. Wala ishtiratul mashi'a fi talaq. Bu mashi'ani shart qilish bilan Allah xolisa deganda unda shart qilib qo'yishmi ta'sir ko'rsatmaydi dedi. Ya'ni Imom Malikning qarshi deydi. Ve men qala yata'allaqu bihi qala yu'athir fi. İmam Abu Hanifa bilan Shafi'ninki qarshi ya ta'sir ko'rsatdi. Allah xolisa degan hozir men xolimidim deganda ekanda. Allah xolisani biz o'qimaymiz uni. Davonikin hisob emas. Ve amma in allaqa at-talaqa bi mashi'ati man tasihhu mashi'atuhu ve yutawassal ila ilmiha. Amda talaqni qalani xolisa debdi. Allah Taala xoliqini biz la yumkin an natawassal ila ilmi zalik. Shunama biz uni bilmaymiz va hikamagandik. Ammo biz ra'yini bilaydigan kishilardan birisining irodasiga, xolishiga chetib qo'ygan bo'lsangiz, dadam xalab qolsa, ayolim taloq debdi. Ya boshqim xalab qolsa, ayolim taloq degandek bo'lsa, dadasidan so'g'ildi-ku, siz xoldingizmi deb qululdi. Bunda olib qolsa, İmam Malikning mazhabida va boshqa imomlarning mazhabida ixtilof yo'q. Hammalar deydi, anna talaq yaqifu ala ikhtiyar alladhi allaqa talaqu bi mashi'ati. Aşı kimning xolishiga chetib qo'ygan bo'lsa, masalan, dadam xolisa dizg'o, dadasi chetib qo'ygan dadasiga, boshqa chetib qo'ygan boshqaga qarta, boshqada xolib qolsa taloq tushish ekan. Kimning xolishiga chetib qo'ygan bo'lsa, shu odam xolib qolsa tushidir, xolimi tushmaydi ekan. Buni so'rab bilgili bo'lgandan keyin aniqlay olamiz deydi. Ya'ni bunda asal ixtilof yo'q. İmam Malikning mazhabida va boshqa imomlarning mazhabida. Va amma ta'liqut talaq bi mashi'ati man la mashi'ata lahu. Irodasi yo'q narsaga taloqni chetib qo'yish. Bu yerda mashi'a bo'lmasa, masalan, mushtaq xalab qolsa degandek deymiz. Qash, tog' masalan, daryo, mushna narsalar irodasi yo'q narsa bu. Yakanda yenidan tug'ilgan taha buvoq ekan. Buning irodasi yo'q unda. Taloqlashni xohladim men deyolmaydi. Yoki unda ko'ngilda unda narsa o'ylamaslik mumkin. Mushunda narsaga bog'lab qo'ygan ahvolda fihi xilafun fil madhab. Maliki mazhabda ixtilof bor ekan. Qila yalzamu taloq va qila yalzamu.
ya talaq bo'lib ketadi, ya talaq bo'lmaydi degan qarash var. Was-sabi wal majnun dakhilan fi hadal ma'na. Sabi bilan majnun, sabi deganda masalan biz shu radiyani deymiz. Sal cho'nglab bu sabi 7-8 yosh idrok qilib qolsa, balki buning mashiyati bo'ldi. Lekin 2 yoshga qadar bo'lgan, imayotgan bo'qning mashiyati bo'lmaydi desak, balki endi sarangni unda bir narsani xolash nimasi bo'lmaydi degan taqdirda bu shunga yaqin kirib qoladi deydi. فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال يقع هذا الطلاق. Yani çaqchaq qilib talaq degan bo'lsa talaq tushdi deb shu çaqchaq qilgan çaqchaq talaq o'xshatsa mushu bimashiyati alla mashiyati lahu degan mushu taqiq qo'ygandan bu talaq tushiverdi debdi. Chunki bu xuddi çaqchaq qilib degandek bir talaq. Çaqchaq qilsa odat talaq tushiverdi hadisga asosan. Salasun jiddun jiddun ve hazlun jiddun degan asosan shu yerda va man i'tabara vujud ash-shart bu shartga bilan qarab baqaylar yo'da shart boshqacha yo'da deb tursa qala la yaqul anna shart qad udima hauna chunki shart degan narsa ash mashiyati kada va kada degan toshning mashiyati tug'ilgan buvoqning mashiyati bo'lmas yo'q. Dankin bu mashiyat degan narsa bo'lmagandan talaq bo'lmaydi. Agar mashiyat mushundan bir chiqsa, bo'lsa talaq tushdi. Undan talaq tushmaydi deb. Va amma ta'liqut talaq bil af'al mustaqbala hamda kirichakda bo'ladigan harakatlarga talaqni chetib qo'ysa, esib qo'ysa, fa innal af'al allati yu'allaqu biha tujadu ala thalathati adrub. Bunda talaqni esib qo'yilgan ishlar, bog'lab qo'yilgan ishlar 3 turlik bo'ldi. Birinchisi ma yumkin an yaqa aw la yaqa ala sawa. Bo'lash bo'lmasga o'xshash ehtimollar. Uyga kirish kimmaslik, falonning kirish kimmaslik degandek. Masalan, inda qalbda dara fa antitaliq degandek. In qadima zayd fa antitaliq degandek. Hada yaqifu wuqu' talaq fihi ala wujud ash-shart bil akhlaq. Talaq muallaq hazır. Ala hudusi şeyin fil mustaqbal. Ma öyle desem talaq dedi. Ya falan kapta talaq dedi. Ya manda iş bulab qalsa talaq dedi. Bu talaq muallaqda buna ixtilof yo'q dedi. Aş ahvol bulab qalsa, uyga kirsang talaq, ya falan kalsa aş iş bulab qalsam talaq tushirdi. Jumhur yoki ijmo deganda gap bormi? Bu deydi 60 yildan keyin aş ishni qilib salsa, shart o'zi chiqib qalsa talaq bo'lardi dedi. Masalan, ammaning uyiga dastlab qalsang bundan keyin sen talaq deb oylar o'tabdi, yillar o'tabdi. 15-20 yildan keyin bu narsani unutib qolib, hammasini uyiga shunda bir dastlab qalgan bo'lsa talaq chiqib ketadi. Bunda yenish bormi? Yenish yo'q. Atgan o'qni qaytarib bo'lmas. Kapparadalarmi yenish yo'q deydi. Qachon kirish talaq bo'ldi? Çiçisun, kilaret çiçisun, 10 yıldan keyin çiçisun, talaq bo'lib ketdi. Lekin o'tganda İmam Ibn Taymiyaning birinchisini ko'rib qoldimmi shunda? Yani mushu ta'liqni hozir yeni o'lish qolmaydi degan so'z. Bu kallamda o'tmagan. O'tganda bir nima fatvo ko'rsam, Imom Ibn Taymiya u yeni o'lishimiz bor deb bo'ldi deb. Lekin kapparat bilan bo'lamdi, yo kapparatsiz bo'lamdi. Chunki hamda biror masalada ochiq gap qolgan chaqda, o'shanda bir narsani deymiz. Masalan, ayoli bir ayollar aralashib keyin bir jidal chiqibdi masalan. Ayollar gap topdiganmi? O'zaro jidal bo'ldi. Bosh og'riq qolib qolgan ikkinchi o'sha ayollar aralashgan bo'lsang talaq, bular ko'rishib qolsang talaq deydi. Aralashtirmaslik uchun. Keyin bir muddat o'tgandan keyin u ayol bu oilaga batna yaqin bo'lib ketdi. Kunda birga o'tirib bo'lib ketdi. Bu chaqda bu har qanday qiladi, burun gapida yenish kerak. Yeni vas bo'lamdi, yenish yo'li bor. Kaparatlar yanamda yoki yeni oldim, burun gapim amaldan qoldi deyishlanmi? Bu bir masala. Buni bahs qilib baqinglar. Bahs topshiriqma. O'sha javobini tepkila olsanglar, ma bir xatimlik imtihondan o'tdi qilibdilar. Mesela talaq muallaq qildi. Endi daqatli dari falan santi talaq dedi. Keyin mushu nimadan jumhurning yenish yo'q. Qachon 60 yildan keyin shu uyga dastlab qolish talaq bo'lib ketadi. Imom Ibn Taymiya yenish bormi? Yenish borken. Ana bu ish yenish nim bilan bo'ladi? Men o'tgan so'zimni bekor qilib o'tdim, yandan deb qo'yishlammi? Yoki qachon kapparatini bizni berishlammi? Yoki nim bilan bo'ldi? Mushun javobini topdim. Lekin bu intay muhim masala. O'tganda biraylar shunda nimaga duch kelib qilib, mendan so'rabdi, buni qancha izlasam, bu yenish yo'q ekan. Qat'iy. Ba'zi ahvolda unda aralashma o'tkul bo'lmaydi. Masalan, endi tuqqunning nimasiga debdi masalan. Yo ananing uyiga detsang unda talaq debdi masalan. Tuqquni ekan singlisi ochsin uyiga, aksin uyiga, umr bo'yi shunda aralashma o'tkul bo'lamdi, mumkin emas. Shunga men degandim, lekin hozir pushmon qildim, unda qanday bo'ldi? Qanday yenish masalasi? Qanday emas? Yenish qaysi
yo'lidan bo'ladi deganda izlab baksam yana ish bor ekan. Ibn Taymiyaning qarashiga yang'il bo'ldi ekan. Turmushimizda lozim bo'lgan ish bor. Yang'il bo'lmaydi degan xatarlik. Chunki bu odam unutib qilishi mumkin bu voqeani. Unutib qilib 10 yildan 15 yildan keyin u ayol mehmonga chaqirsa uqmaydi. Shunda dastlab qolgan avtomatik talaq olib ketadi. Uni aral taqtimay qilishi mumkin. Mesela. Ve amma ma la budda min wuqu'ihi, mesela zar bulmay qolmaydigan bir narsa bor. Ma birinchisi bulash bo'lmasga o'xshash. Uyga kirmaslik, Zeydning kirishgan emaslik ehtimollikda. Endi hozir cho'qim zar bulmay qolmaydigan. Erta tong etib qolsa, kun chiqib qolsa degandek. Fa hada yaqaw najzan inda Malik. Imom Malik nazarida bu darhol talaq bo'lib ketgan. Chunki u cho'qim bulmay qolmaydigan bo'lgan ekan, bu vaqtning hozir talaq qilgan bilan o'xshash. ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط. İmam Abu Hanifa'dan Şafii aş ete tan etip gün çıkan çağda şu gün çıksa şart diyen gün çıkıştı. Şu bolsa ana şu çağ talak oldu. Onun için daha tutturulgan geldi. Er-xotinlik davomlashayotgan onun için. Doğru gap bu. Mesela şu anda böyle فمن شبهه بالشرط ممكن الوقوع. Demek bulash bo'lmasga mumkin bo'lganligi indaqatı dar, Kudumu Zeyd deganda shartga o'xshat qolganmi shu masalani? Qal la yaqal illa bi wuqu' bu İmam Şafii, İmam Abi Hanifa'ning, İmam Ahmadning qarashi. Wa man shabbahahu bil wad'il waqi' fil ajal bi nikah al mut'a. Hal buna vaqtliq nikah masalasi emasmi? Mut'a nikahida xuddi bir oylik oldinda bilildiga, bir oydan keyin talaq o'tdi. Şununla o'xshatganlar, şu mut'ada bilolgandek ahvolda biloldi buningdan desa, ata kunchisi talaq qo'yib ketdi-ku. Nikah mut'aya muvaqqatdimi shu? Belgilangan vaqt kelsa talaq bo'ldi. Yani o talaq bilanda otomatik talaq deyishiga bog'liqmi? Bu bir masala. Likawnihi wat'an mustabahan ila ajal. Demak, mut'adimi ay vaqt kelguncha halol jinsi munosabat hisoblanadi bu. Undan keyin bu tong atqishimi halol jinsi munosabat bo'lishi mumkin desa, talaq chiqib ketadi dedi. Chunki da mut'ani bu e'tirof qilmagan bo'lg'achqa, mut'aga o'xshaydi bu. Mut'ani o'qimayman, e'tirof qilmayman, undan ma'lum talaq chiqib ketadi deyish mumkin. Va salis, uchinchisi, hozir uch narsada da birinchisi bulash bo'lmaslik ehtimolli. İkincisi çoğun bulunduğu, üçüncüsü adette bunda qarsak bunda köpünçe ahvalda bulup ketadigan. Galiban bulungan mesele. Şart yani vücutga chiqib qoladi köpünçe ahval. Vücutga chiqmay qilish ehtimoli mi bor? Kataliq at-talaq bi wad'il haml va maji'il hayd va tuhur. Masalan, tug'san debdi, ha? Tug'qa vaqtingda sen talaq deganda. Tug'san talaq. Buni qo'shaq ko'dagangan 80% odat tug'damdi. Lekin normal tug'may masalan voqea bo'lib qolib, hodisa bo'lib qolib, bo'lishib ketib qolsa, u mumkin. Ondan hech kirib qolsang, ya hechdan paklansang talaq deb. Hech ko'rmaslik mumkin balki sabab qilib. Faqat to'g'ri sudlik menga beribdi. Yoki aksicha, to'g'rini ko'rmay, saqaymay, kasallik ketaveribdi. Fafi dalga rivoyatan an Malik. Bu masalada, yani g'aliban bo'lib qoladigan mesellerde İmam Malik'te çıkılır rivayet var. İhdama vuku'at talaq nacizan. Biri talaq zaten şu derhallan talaq bulup gidiyor. İkincisi o şart tepilse ondan talaq bulup gidiyor. Yani balın tuğsa ondan talaq bulup. Yani bir qarash şu diyen çarlan talaq çıkıp buludu. Ve huvellezî yati ala madar Abi Hanife ve Şafii. Yani şart tepilgan çağda ondan talaq buldu. Yani tuğsan talaq diyen bolsa tuğkan çağda ondan talaq buldu. Alim hadis tuğmay qazi talaq olmaydı dedi. Vel qavlu bi incaz talaq fi hada yad'ufu. Yani bunda meselede bu talaq şu derhallam çıkıdı diyen qarash bek aciz bu. Yani Maliki mezhebinin bir rivayetini acizleştiriyordu. Li'annahu mushabbahun indahu bima yaqa'u ve la bud. Çünkü bu çoqum bulup ketadigan narsaga o'xshatib qo'ydi buni. Kun chiqsa talaq dedi-ku. Kun çoqum chiqadamdi. Qiyomat o'g'rislan. Ama bundan keyin ani o'xshatib qo'yganligi bu to'g'ri emas. Qiyas mal farq. Vel xilafu fihi qawi. Xilaf fihi degan damirni qaytida. Yuqorqi masala. Yo'q, vel xilaf fihi yani bima yaqa'u ve la budda degan masalada xilaf qawi demoqchi bo'lsin. Demak, ani o'xshatdan uningdimi taqa u musallam emas. Uningga o'xshatib u musallam bo'lsa-da, ma qiyosni ma'qul deb qolsak, avtomatik ma'qul aytdi. U maqis alayhi deb qaragan, sen qiyos qilgan masala uning taqna kuchli qilishda tutsa,
musallam bo'lmasa bu intayin ojiz edi. Ya'ni fihi dina ash fima yaqa'u va la budda degan. Kun chiqish masalasidek nimada خلاف قوي جدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.